Hurmatli ustozlar, Alloh taolo ilmingizni ziyoda qilsin. Uyga Alloh yo'liga yordam bering deb so'rab kelgan muhtojlarni quruq qaytarma deyshadi. Lekin tilanchilikni kasb qilganlarnicha, ular juda ham ko'payib qolishgan. Tilanchilikni kasb qilganlarga sadaqa bermaslik kerak deyshadi. Ular ham Alloh yo'liga sadaqa qiling deyshadi-ku deb savol yo'llabdilar. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala sayyidina rasulillah. Haqiqatda tilamchilikni kasb qilib olganlarga tilamchiligi yordam bo'ladi. Ularga bir narsa berishlik, ularga yordam berishlik. Shuning uchun bu holatda aniq bilsangiz bermang deydi. Lekin ulamolar amma saila fala tanhar. Ammo uyingizga so'rab kelgan tilamchini jerkib qaytarmang deganda, nimadir berib qo'ysangiz bo'ladi. Oyatga haligi jerkima degan ma'noga amal qilishlik uchun. Hech bo'lmasa yaxshi gap bilan qaytaring deydi. Shu oyat borligi uchun ham ulamo ikromlar uyingizga so'rab kelgan vaqtda ularga bir narsa berib yuborsangiz joiz bo'ladi. Mashinada agar mashina yo'lida, avtoulovlarda bo'lsa, avtoulovlar, mashinalarda bo'ladigan bo'lsa, bu oyatni ostiga kirmaganligi uchun va undan tashqari ikkinchi narsa hozir aniq bilsangizki bu kasb bo'lgan. Bu shundan misol bir kundan oshiqqa yetarli pul mablag'i bor. Ularga berib bo'lmaydi.